Biz jonli efirdamiz. Siz kun nafasini tomosha qilyapsiz va ayni daqiqalarda iste'dodli xonanda ajoyib bir baxshi, ayniqsa shu folklor yo'nalishidagi kuy-qo'shiqlarni ham maromiga yetkazadigan san'atkor Baxtigul Qahhorova. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Assalomu alaykum. Qiynalmasdan, charchamasdan, yo'q demasdan kelganingiz uchun rahmat va studiyamizga o'zgacha fars qo'shib turibsiz, o'zgacha chiroy qo'shib turibsiz. Chunki o'sha milliy kiyimlarimiz ham aytishadi-ku, o'sha chet elliklar ham alohida bizning milliy liboslarimizga urg'u berishadi. Tong xayrli bo'lsin, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Taklif qilganlaringiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Va yaqinda ustozingiz Hosila Rahimovning konsert dasturida ishtirok etdingiz. Ustoz bilan yelkama-yelka bir sahnada chiqish qilish ham sharafli, ham katta mas'uliyat talab qiladi, to'g'rimi? To'g'ri. Dastlab shu haqidagi taassurotlaringiz bilan bo'lishsangiz. To'g'ri, mana 5, 6, 7 iyun kunlari ustozimiz O'zbekistonda va Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Hosila Rahimova chiroyli Qora Bayir nomli konsertini namoyish qildilar Xalqlar do'stligi saroyida. Va mana shu katta sahnada ustoz shogird bo'lib, ustozim bilan birgalikda qo'shiq kuylash, katta sahnani tarovati, sehri, umuman hayajoni o'zgacha bo'ldi. Mana qarang, buni shijoat bilan qo'shiq kuylayotganingizdan ham ko'rib turishibdi muxlislarimiz. Juda chiroyli bo'libdi konsert dasturi. Ikkingizning o'sha duetda aytgan qo'shig'ingiz ham bir-biringizga juda ham mos bo'lib, ustoz shogird ekanligingiz shundayqana ko'rinib turibdi. Va yuqorida boya bir savol berdim, o'sha reklama ketayotganda, nima uchun aynan Hosila Rahimova deganimda chiroyli javob berdingiz. Keling, shuni muxlislarimiz ham eshitsin. Nima uchun aynan Hosila Rahimova? Surxondaryo san'ati, men juda ko'p joylarda aytganman. Surxondaryo deganda butun O'rta Osiyoda menimcha o'sha milliylik, baxshi yo'nalishi, folklor, etnograf janri ko'zini oldiga keladi insonni. Hosila Rahimovani aynan ijodiga havas qilishim yoki Hosila Rahimovani mana shu yo'lida ijod qilishim, men o'ylayman, haqiqatdan ham shu Surxondaryodan bo'lganligim uchundir yoki o'sha yoshligimizda haqiqatdan baxshilarni eshitib, o'sha milliylikni, milliy qo'shiqlarni eshitib katta bo'lganligimizdanmi bilmadim. Shunaqa deb o'ylayman. Shuning uchun Hosila ovoz tembringiz ham o'xshash bo'lgan. Ovoz tembrim ham juda ko'p joylarda, tadbirlarda ishtirok etganimizda, aynan Hosila Rahimovani qo'shiqlarini ijro qilganimizda, ya'ni ustozimizning qo'shiqlarini ijro qilganimizda, buni xalqdan ham, muxlislardan ham juda ko'p bora eshitganmiz. Ovoz tembringiz juda ham yaqin ekan-a ustozingizga, Hosila Rahimovaga deganlari uchun shu ijod, shu ustozni yo'lida ijod qilamiz. Juda ajoyib. Endi sizdek san'atkor kelganda baribir ijoddan bahra olish kerak-da. Agar xo'p desangiz, bitta chiroyli qo'shiq kuylab bersangiz, keyin suhbatni davom ettirsak. Bajonadim. Baxtigul Qahhorova kuylaydi aziz do'stlar. Marhamat. Bir yigit suydim dedi, yondim samandar yog'ida. Bir yigit suydim dedi, yondim samandar yog'ida. Bilmayin kuyib qoldim bevafo yorning dog'ida. Sevgining bozorida ne savdolarga qolmadim. Oshig'im bisyor edi, ne g'avg'olarga qolmadim. Oshig'im bisyor edi, ne g'avg'olarga qolmadim. Yolg'onchi yorlar yomon azobi jonlar oladi. Hijronning dog'larida yurakda dog'lar qoladi.
tutmagani yaxshiroq. Yolg'onchi yor bo'lganidan bo'lmagani yaxshiroq. Qo'lida gul tutganidan tutmagani yaxshiroq. Ay, qo'lida gul tutganidan tutmagani yaxshiroq. Bir yigit suydim dedi, yondim samandar yog'ida. Bilmayin kuyib qoldim bevafo yorning dog'ida. Bilmayin kuyib qoldim bevafo yorning dog'ida. Ajoyib. Chiroyli qo'shiq, go'zal ovoz, Baxtigul Qahhor va aziz do'stlar studiyamizda mehmon va men bir narsa so'ramoqchiman mana. Estrada bilan folklor yo'nalishining sintez bo'lgan jarayonni hozir eshitdik-da. Biz bilamizki, Surxon o'lkasi, Surxon vohasi aynan folklor bilan chambarchas. Uning folklori juda ham go'zal, qalblarga yetib borishi oson. Mana shu sirri nimada deb o'ylaysiz? Mana tinglovchi maza qilib eshitadi. Ijrochi ham rohatlanadimi shunda? Albatta, folklor yo'nalishi nima uchun xalq nima uchun yaxshi ko'radi? Folklor yo'nalishini nafaqat Qashqadaryo, Surxondaryo nima uchun xalq yaxshi ko'radi? Folklor yo'nalishi bu xalqona yo'nalish, xalqning o'zidan kelgan yo'nalish. O'sha chorvachilik, dehqonchilik bo'lganda o'zi o'tirib olib, halena bobolar, momolar o'tirib olib, og'zaki xalqona yo'l bo'lganligi uchun men o'ylayman, xalq to'g'ridan to'g'ri yaxshi qabul qiladi. Aynan mana shu janrda to'g'ri dardini kuylaydi-da, chunki albatta oddiy milliylik xalqcha. yo'g'rilgan, qadriyatlar, urf-odatlar hammasi mujassam. O'zi maqsad ham shu, folklorni targ'ib qilish, milliylikni targ'ib qilish maqsad ana shu aynan yoshlarga, ya'ni o'sha kelajak avlodga o'sha ohanglar bilan yetkazib berish, milliylikni, an'analarimizni, urf-odatlarimizni, qadriyatlarimizni. O'shaning uchun bo'lsa kerak, o'sha yoshlikdan o'sha narsani yetkazib, o'sha folklor janrida yetkazib, o'shaning uchun bo'lsa kerak, xalq yaxshi qabul qiladi, buni sevib tinglaydi. Va ijrochi ham maza qilib kuylaydi o'zi. Albatta, albatta. Maza qilmasangiz kuylay olmaysiz. Hozirgi kuylagan qo'shig'ingizni ham shu darajada maza qilib o'zingiz kuyladingiz. Bunda ohanglar juda ham pastroqda, lekin sizni ovozingizni, sizni so'zlaringizni birma-bir eshitishga muvaffaq bo'ldik. Juda ham chiroyli kuylayapsiz. Endi har doim kelgan xonandalardan, aktyorlardan, hammasidan so'raydigan bir savolimiz bor. Ular bejiz san'at sohasini sevib qolmaydi. Ularda mana shunga turtki bo'ladigan yoki o'sha san'atga bo'lgan muhabbatni uyg'otadigan kimdir bo'ladi. O'sha inson sizda kim bo'lgan? Endi haqiqatdan ham shu hozirgi mana shu folklor janriga muhabbatim eng avvalo ustozim Hosila Rahimovadan o'tgan bo'lsalar, lekin meni ilk ustozim o'sha yoshligimda 6 yoshimda, 7 yoshimda mana ilk ustozim hozirda Surxondaryo viloyat musiqali drama teatrining aktyori, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist mani tog'ajonim Chorshanba Choriyev bo'ladilar. Mana shu tog'ajonimning uylariga borganimizda, Termizda har doim ularning uylarida tor bo'lganlar, har doim o'sha husning guli tong bo'ldi jahon deb aytganlaridandir bilmadim, balki o'sha uchun shunaqa yo'nalish, asosan mana shu folklor, klassik yo'nalishlarga qiziqqanman. Va mana shu san'atga ilk mehrimni mana shu birinchi ustozim men tog'ajonimdan menga o'tgan desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Xato qilmagan bo'laman. Juda ham go'zal. Va mana bugun Hosila Rahimovaning konsert dasturida chiqish qildingiz deylik. Keyinchalik o'zingiz ham har bir san'atkor orzu qiladi, to'g'rimi? Xalqlar do'stligida, muxlislar qarshisida sarhisob konsertini taqdim etishni. Shu rejalar, shu orzular haqida so'ramoqchiman. Albatta. Bilasizmi, Xalqlar do'stligi saroyi deganda biz xayol qilardik, to'g'risini aytaman. Lekin mana shu bugunga kelib shu ustozim Hosila Rahimova ilk bor sizlarni, mana shu shogirdlarimni men bu yil konsertga olib chiqmoqchiman o'zim bilan birga deganlarida
o'yladimki, bu demak bu orzuligicha qolmadi, bu xayollar xayol bo'lib qolmadi. Mana biz Xalqlar do'stligi saroyiga o'sha ustozimni tulkilari bilan, ustozimni o'sha bizni qo'llab-quvvatlashlari bilan birgalikda chiqdik va chiqqan zahotimizda o'sha narsa hozir mana siz aytayotgan istak, tilak, xohish paydo bo'ldi. Xudo xohlasa albatta ijodimiz bardavom bo'lib, katta mana shunday saroylarda konsert berish niyatidamiz. Studiyamizga xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Siz bilan qisqa ammo mazmunli suhbat menimcha tomoshabinlarga ham ma'qul bo'ldi. Va albatta ovozingizdagi sehr yana ham ko'plab muxlislaringiz qalbiga yetib borishiga biz ishonamiz. Kun kelib Xalqlar do'stligida yakkaxon konsert dasturingizni taqdim etganingizda ham siz bilan suhbatlashish nasib etsin. Rahmat. Xush Ilohim. kelibsiz. Rahmat. Sizlarda ham ijodlaringizga ulkan zafarlar tilayman. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling. Kelibsiz.